Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan qimordan qutulish, onlayn qimorni qanday qilib tark qilish to'g'risida gaplashamiz. Men bundan 5 oy oldin o'zimni YouTube kanalimni ochishda juda oldin qo'rqqanman. Chunki insonlar nima deydi, tanish bilishlarim ko'rsa nima deydi degan fikrlardan juda ikkilanganman, qo'rqqanman. To'g'ri, har bir qimorvoz, stavka qiluvchi, onlayn kazino qiluvchi insonlar o'zi yolg'iz qolib, o'zini muammosini o'zi hal qilishni xohlaydi va hech kim atrofidagilar bilmasligini xohlaydi va yashiradi qimor o'ynashini. Bu yashirgani bilan ham chunki o'zimizda muammolar, problemalar chiqqandan keyin baribir buni asorati ertaga indin ochilishni boshlaydi. Chunki biz qarzga kirgan bo'lamiz, muammolar orttirgan bo'lamiz va oxir oqibat kimgadir aytishimiz kerak bo'ladi. Lekin hamma narsani ichimizda saqlaymiz. Bu eng katta xatomiz. Bu ludomaniyani ilk asoratlari deb bilaman men o'zim. Men o'zim shu onlayn qimor yoki stavka asosan tez bo'ladigan sabitiyalarga, o'yinlarga stavka qilardim. Sabrim chidamasdi. Tez rezultat, tez natija bo'lib, soniyalar ichida pul tikib, pul ko'paytirib, shu xayolim, faqat o'y xayolim shunda bo'lgan. Men bu narsani o'zi o'ynamayotganimga, stavkalarni qilmayotganimga mana 5 oy bo'ldi. YouTube kanalimda mana shu chiqishlarimni qilmoqdaman, qimor tuzog'i. Bugun o'tirib kanalimni analiz qilsam, videolarimni to'g'ri podpiskasiz ham ko'rishmoqda va podpiska bilan ham ko'rishmoqda. Asosan qidiruvlar qimordan qutulish, onlayn qimordan qutulish, qimor so'rovlari asosan juda ko'p ekan. To'g'ri, videolar men qilyapman, kommentariyalarni o'qib turibman. Har bir kommentariyaga javoblarni yozib turibman. Real bo'lgan voqealarni, hikoya emas, insonlarni boshidan kechinmalarini to'g'ri video bo'lmasa ham chiqishlarimda o'zimda mana shu yoritib bormoqdaman. Meni asosan o'zimni harakatlarim bu narsani qilish juda ham bir vaqt talab qildi va sabr kerak bo'ldi. Baribir shu o'yindan chiqdim, qutuldim. Men o'zimga qanchalar va'da bersam ham baribir insonning xayoli, ongi shu qimor olamida bo'lib qoladi. Ilk qadamim shu kitobni o'qidim. Подсознание может все. Ya'ni подсознание может все degani bizani ong ostimiz hamma narsaga qodir. To'g'ri, bizani ong ostimiz shu qimor, stavka yoki onlaynlar bilan zaharlangan. Bu zaharlangan ong ostimizni tuzatsa bo'ladi. Buning uchun shu illyuziyalar, bizani ong ostimizga o'rnashib qolgan, shu bizani bir qachonlardir yutgan, misol bir 200 ming yoki 1 million tashab 10 million yutganlar yutug'imiz shu saqlanib qolgan. Yoki shu yutkizilgan pullarni shu qaytara olaman degan xayol bizani tark qilmaydi. Hamon biza shu narsani ong ostimizdan toki chiqazmaz ekanmiz, shu qimor olami ichida bo'laveramiz. Bu kitobda men juda ko'p narsani o'rgandim. Подсознание может все. Ya'ni ong ostimiz hamma narsaga qodir. Biza o'zimizni yana nastroyit, ong ostimizni qaytadan настраивать qilib sozlashimiz mumkin. Buning uchun o'zimizda konkretniy strategiya yoki bir o'sha oldingi o'yinga bo'lgan ehtiyojni, bo'shligimizni nimadirlar bilan to'ldirishimiz kerak. Men hozir kanalimni statistikasini ko'rdim. Ko'pchilik kuzatib turibdi, ko'pchilik fikrlarini bildirib turibdi. Hammaga rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Shu Telegram gruppamizda ham biza ko'pchilik insonlar bilan suhbatlashamiz, yozib turibmiz. Men yana bir nimani aytmoqchiman. Shu biza qimor o'ynavchi inson baribir ichida saqlaydi. Hech kim bilan o'zini fikrlarini almashtirgisi kelmaydi. Men tavsiya berardim kuchli mutaxassislar, ya'ni psixologlar Bahodir aka
Sultonov mana telegramlari bor, silkalarni men tashlab qo'yibman, nomerlari bor. Bu o'zbek tilidagi kuchli mutaxassis yoki rus tilida muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, Ruslan Yusufovichni men tavsiya qilgan bo'lardim. Bular bilan to'g'ri insonlar, ko'p odam psixologlarning xizmati pullik, katta summa deb aytishi mumkin. To'g'ri, pullar katta summa bo'lgani bilan ham bizning oldimizdagi maqsad shu qimor o'yinidan chiqish, onlayn stavkalarni tark qilishmi? Shu ozgina bo'lsa ham telefonda muloqotmi, onlayn konsultatsiya olishmi? Mayli, to'g'ri, hozir sizning hayotingiz yoki ahvolingiz qarzdorlik botqog'idadirsiz. Oldin qanaqa bo'lgan? Shu o'yin uchun любой joydan kimni bo'lsa ham aldab bo'lsa ham do'stingizmi, oshnangizmi, uyingizdagilarni bo'lsa ham pulni olganmiz. Men ham o'zim bundan mustasno, yashirmayman. Chunki o'sha qimor olamida yurgan odam oxiri borib moshennik bo'lib ketadi. Любой odamdan ham har xil bahonalar qilib bo'lsa ham shu o'yin uchun pul topganmiz. Men o'zim asosan topganman, ko'pchilik ham topgan. Buni yashirish hojati yo'q deb o'ylayman. Endi men yana nima demoqchiman? Shu meni videolarimni kuzatib, kommentariyalarni yozib turibdilar. Men bu videolarni sizlardan iltimos qilib qolardim. Shu videolarni tarqatishlaringizni. Bu qimor ichida yurgan insonlar to'g'ri hozir yutib yurgan insonlar bo'lishi mumkin. Baribir borib inson o'zini boshqara olmaydigan darajaga borib qoladi. To'g'ri, hozir qanchadir summani o'zini boshqarib yutib yurgandir. O'ziga limit qo'yib, men bugun 1 million yutaman, bo'ldi, 1 milliondan keyin o'ynamayman. Inson borib qancha shu oson pul topgandan keyin qo'li hech narsaga bormay qoladi. Toki mehnat qilishga ham inson xayoli soniyalar ichida men oson pul topyapman-ku degan fikr bo'lib qoladi. Keyin yutqizilgan seriyalar, yutqizishlar boshlangandan keyin inson o'zini boshqara olmaydi va o'zini to'xtata olmaydigan darajaga boradi. Qarzdorlik botqagiga borib, oxiri juda ham yomon fojialar bilan tugashi mumkin. Kimdir o'g'rilik qilishi mumkin, kimdir o'zini joniga qasd qilishi mumkin va hokazo. Men hozir nima maslahat bergan bo'lardim? Siz lekin hozir o'ynayotgan bo'lsangiz, o'zingizni boshqara olmayotgan bo'lsangiz, bizning Telegram gruppamizga qo'shiling. Hayotingni qutqar chat gruppasi bor. Men silkalarni tashlab qo'yaman. Hayotingni qutqar. Bu yerda shu qimor ichida, qimordan chiqmoqchi bo'lgan insonlar o'z fikrlarini almashib turibdi. Men bu insonlarga to'g'ri, har bir inson baribir o'zini sir saqlashini xohlaydi. Bu albatta har bir insonni o'zini fikri bor, o'zini sir saqlab, ismini niklar bilan kirib bo'lsa ham o'zini haqida ma'lumot bersin. Nima savollari bor, nima hozir qiynab turibdi bu insonda, qanday chiqsa bo'ladi, qarzlari bo'lsa qarzlarni qanday qutulish yo'llari bir-biri bilan maslahatlashmoqdilar. Bu yerdagi Telegram gruppamizda. Shu videoni qimordan aziyat chekayotgan va ularning yaqinlariga tashlab qo'ying. Va keyingi video siz haqida bo'lishi mumkin. Siz qanday bu qimor olamiga kirib qoldingiz, o'zingiz haqingizda yozing. Ismingizni sir saqlagan holda bo'lsa ham menga ma'lumot bersangiz, keyingi video siz haqida bo'lishi mumkin. Shu videolarim sifatli chiqishi uchun yangi kameraga pul yig'moqdamiz. O'z hissangizni qo'shing. Har qancha o'zingga ishonma, sen hozir stavka yoki onlayn qimor o'ynayapsanmi, yutqizishing aniq. Aksincha sen to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida xulosa qiling, to'g'ri qarorlar qabul qiling, hayotingni qutqar. Keyingi video qanday mavzuda bo'lishini kommentariyada yozib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yaqinlarga ulashib qo'ying. Ko'rishguncha.